Erkaklarning ko'zi bilan makiyaj. Birinchi bo'lib yuzimizga suv sepib olamiz. Keyin 100 mingga olgan narsamiz bilan yuzimizni tekislaymiz. Idish tovoq gubkasi bilan yuzimizni chaplab tashlaymiz. Nimadirlarni olib ko'zimiz tagiga surkaymiz. Keyin hamma yog'ini changitib unga o'xshagan narsani yuzimizga surib olamiz. Bezbetgina yuzimizni sal uyaltirish uchun qizartirib olamiz. Keyin yuzimizdagi yog'larni bekitish uchun pudra surib olamiz. Kistochkada qolgan rumyanani uvol bo'lmasin deb ko'z ustiga surib olamiz. Keyin ko'zimizning ikkita chetiga qora kuyani surib oldik. Wow! Tabiat uzun kiprik bermagani uchun narashga qo'yib bo'yab olamiz. Sizlarga o'rgatgan yangi texnikam bilan qoshimizni bo'yaymiz. Keyin eng yaxshi ko'rgan qalaminglar bilan labinglarni qolmabdi. Qalam maqli yetmadi, o'shanga pomadadan foydalandik. Yana sib ketdim, yuzimga suv sepib olay. Qatkaligini bilmadim, xullas modelimiz tayyor bo'ldilar. Makiyajga model umuman aloqasi yo'q, hamma ishni vizajistimiz qildilar. Makiyajga 1 dan 10gacha baho berasizlar. Xayr.